Esingizda bo'lsa, 15-iyul sanasiga yozilgan ziyoratchilarimiz ichidan bitta insonni tanlab bepul umraga olib ketamiz degan. Ikhlos Travel'dan mutlaqo bepul sertifikatni yutib olgan hoji akamizni chaqiramiz. Yo'ldoshev Shukurullo akamiz. O'sha ziyoratchilarimiz ichidan bitta hoji akamiz, ya'ni Shukurullo akamiz bepul umrani yutib olgan edi. Hozir mana ko'rib turganingizdek, o'sha yutib olgan bepul umra safariga o'zining akasini yubormoqda. Qolgan taassurotlarini akamizni o'zidan eshitdik. Ukam Shukurullo 15-kungi reysda ziyoratga borib keldi. Bo'lakcha taassurotlar bilan kelishdi. Mehmonxonalarda yaqinligi, pokizaligi, taomlarida ham o'ta shirin, o'zbekona taomlar, ellikboshlarda ham muomalaligi, u yerdagi sharoitlarni o'ta bo'lakcha taassurotlar bilan gapirib berishyapti. Ochig'i xursandman. Bepul umra yutug'i bizga nasib qilganiga Ikhlos Travel'ga rahmat, yaqinlarimizga ham tavsiya qilib qolamiz. Bunaqa umra yutuqlarini juda ko'p qo'yib boryapti. Instagramlarda ham kuzatib boryapman. Sizlar ham yutib olishinglarni xohlayman. Ikhlos Travel ixlosli qalblar uchun. Akamizni taassurotlarini o'zlaridan eshitdik. Ikhlos Travel'da hali juda ko'p bepul umralarni sizlar uchun tayyorlab qo'yganmiz. Ikhlos Travel'ni Instagram sahifasiga, Telegram kanallariga hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Keyingi bepul umra safari aynan sizga bo'lishi mumkin.